Xitoydan olgan narsalarimga raspakovka chek. Birinchisi ustimdagi bazaviy futbolka va shunaqa ishton qizlar. Menimcha yubka. Da. Shunaqa необычный fasonda yubka. O'zingizlarni razmeringiga moslashtirib kiysanglar bo'ladi. Meni bitta ham shunaqa женственный oyoq kiyimim yo'qligi uchun shunaqa oyoq kiyim zakaz qildim. Hammasi menda krossovka. Buni endi kiya olmayman bilmadim, но специально подошвasi kichikroq bo'lgan shunaqa oyoq kiyim zakaz qildim. Keyingisi shunaqa maychka. Buni M razmerini etgandim, lekin menimcha L razmeri menga yaxshiroq turardi. Buni rubashkalarning ichidan yoki rubashkani ustidan kiysa ham вообще zo'r turadi. Keyingisi bu ham maychka. Shunaqa rozovый. Materiali menga uncha yoqmadi, но rangi juda ham chiroyli va bahorga mos. Menga yarashadi deb o'ylayman. Bunisi takoy ko'ynek. Koreyada o'zi ko'ynek juda ham kam kiyishadi, но men все-таки ko'ynek zakaz qilishga qaror qildim. Shunaqa ko'ynek uzun, вообще pastgacha tushadigan uzunlikda. Juda chiroyli. No, buni razmeri menimcha ozgina menga kattaroq, no, menga shunaqa tashab turgan ko'ynek как раз kerak edi. Futbolka. Mana bu yerda ipli futbolka. No, ipini bayda olasizlar. Takoy Pinterest girl. Bu yubkalar bilan kiyadigan shunaqa koftochka. Buni dazmol qilsa вообще zo'r turadi. Rubashka, oppoq rubashkani ustidan kiysa ham вообще asal turadi. Endi shu narsa men xohlagandek kelmadi. Birinchidan razmeri juda ham katta. Men obtyashka bo'lib turishni xohlagandim. Как yapon qizlariga o'xshab, materiali ham juda ham issiq materialga o'xshabadi. Atak bu ham chiroyli narsa. Bunaqa Pinterest maychka. Buni oppoq yubkalar bilan yoki zakaz qilgan необычный yubkam bilan kiysam juda ham zo'r turadi. Rangi ham chiroyli. Men Koreyaga kelib o'zi stilim o'zgarib ketdi. Shuning uchun shunaqa keng formatdagi shimlar umuman O'zbekistonda kiymasdim. Hozir bo'lsa o'zimga shunaqa yana sportivniy, но ham takoy женственный turadigan shim zakaz qildim. Shularning ichida qaysi biri sizga yoqdi, qaysi biri yoqmadi, kommentariyada yozib ketinglar. Vkusim o'zi bormikan yoki yo'qmikan?